Agar to'xtasa shunday videolar chiqishini istasangiz, videoga like va obuna tugmasini bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyalarga yozishni unutmang. Izohlaringiz biz uchun muhim. Bir yigit kollej oshxonasida do'stlari bilan tushlik qilmoqda. Do'stlari kulib, suhbatlashib o'tirishardi, ammo tez orada ular yigit deyarli bir og'iz ham gapirmayotganini payqashdi. U nimadir haqida o'yga botgandek edi. Bir necha stol narida bir qiz yolg'iz o'tirib ovqatlanayotgan edi. Hatto uning atrofidagi butun stol ham bo'sh edi. Yigit unga tikilib turganda, do'stlardan biri unga egilib, "O'zingga kel. Sen tikilib turgan qiz g'alati. Undan uzoqroq yurganing yaxshi" dedi. Ammo yigit qizni umuman g'alati deb o'ylamadi. Aksincha, u juda yoqimli ko'rinardi. Bundan tashqari, u qizni anatomiya darsida ham ko'rgan edi. U g'alati emas, shunchaki tortinchoqdek tuyulardi. Do'stlari yigitning o'rnidan turib, qizning qarshisiga borib o'tirganini kuzatishdi. Qiz yigit unga "salom" deganda hayron bo'lib qoldi. Go'yo nima deyishni bilmayotgandek edi. Yigit unga anatomiya darsida ko'rganini aytib, o'zini tanishtirdi va qo'l uzatdi. Qiz bir oz ikkilanib turgach, uning qo'lini siqdi va u ham yigitni darsdan tanishini aytdi. Ikkalasi suhbatni boshlashdi. Bu bir-birini yoqtirgan odamlar o'rtasidagi odatiy, biroz noqulay birinchi suhbat edi. Ular anatomiya fanining qanchalik qiyinligi, ikkalasi ham tibbiyot fakultetiga tayyorlanayotganlari, piramid, shuningdek qayerda yashashlari haqida gaplashdi. Yigit kampus yotoqxonasida, qiz esa kampus tashqarisida yashardi. Yigit keyingi darsga shoshilishi kerak edi. Ketishdan oldin u "Bir kuni birga dars qilamizmi?" deb so'radi. Qiz avvaliga ikkilanib qoldi, ammo hech bo'lmaganda telefon raqamlarini almashishga rozi bo'ldi. Yigit yuzida katta tabassum bilan u yerdan ketdi. O'sha kechasi yigit yotoqxonasida dars qilayotgan edi. Xonadoshi undan bazmga borishni xohlashini so'radi, ammo yigit "Yo'q, oldinda katta imtixonim bor, o'qishim kerak" dedi. Xonadoshi chiqib ketgach, yigit telefoniga 100-marta qaradi. Hali ham hech qanday xabar yo'q edi. Telefonni stolga qo'yishi bilan u jiringladi. Xabar undan edi. Xabarda shunday yozilgan edi: "Bu mavzular juda qiyin ekan. Birga o'qishni xohlaysanmi?" Yigit juda xursand bo'ldi. Albatta, u birga o'qishni xohlardi. "Qayerda? Sening uyingdami? Juda yaxshi." U vaqtni bekorga sarflamadi. Kurtkasini va kitoblarini olib darhol yo'lga tushdi. Qizning uyi kampusdan bir necha kilometr uzoqda edi. Yigit velosipedda ketayotganda mayin qor yog'a boshladi. U biroz hayajonlanayotgan edi. Velosipedini qulflab eshik oldiga bordi va taqillatdi. Eshik ochildi. Qiz ro'parasida turardi. U oshxonada ko'ringanidek yanada ham chiroyli edi. Qiz uni ichkariga taklif qildi. O'tirishdan oldin unga bir stakan vino taklif qildi. So'ng ikkalasi anatomiya darsini takrorlay boshlashdi. Ular bir-birlariga inson qon aylanish tizimi haqida savollar berishar, orada esa suhbatlashib bir-birlarini yaxshiroq taniy boshlashardi. Bir ozdan keyin qiz "Senga bir narsani so'rasam bo'ladimi?" dedi. "Sen meni g'alati deb o'ylaysanmi?" Yigit bu savoldan hayratga tushdi. "Yo'q, umuman unday emas" deb javob berdi. "Bilaman, bu ahmoqona tuyulishi mumkin, lekin yoshligimda maktabimizda meni jodugarman degan mish-mish tarqalgan edi. Balki o'sha eski tanishlarimdan kimdir hali ham bu gapni tarqatayotgandir deb o'yladim" dedi. Yigit bunday gapni hech qachon eshitmaganini aytdi va "Nega odamlar seni jodugar deb o'ylashgan?" deb so'radi. Qiz jilmayib, "Bolaligida odam turli ahmoqona ishlar qiladi. Men eski kitobdan qandaydir marosim haqida o'qib, shunchaki qiziqib sinib ko'rganman. Albatta hech narsa bo'lmagan, ammo buni birovga aytib qo'ysang, keyin umr bo'yi kulgi yo'qolasan" dedi. Shu payt ular derazadan tashqariga qarashdi. Qor endi ancha kuchayib yog'ayotgan edi. Kech ham bo'lib qolgan edi. Qiz so'radi: "Bugun shu yerda qolishni xohlaysanmi?" Yigit mamnuniyat bilan rozi bo'ldi. Ertalab kampusga velosipedda qaytish ancha oson bo'lardi. Qiz "Bir daqiqa kutib tur" deb yotoqxonasiga kirib ketdi. Yigit hayajonlanayotgan edi. U ilgari hech qachon bunday vaziyatga tushmagan edi. Agar bu umuman shunday vaziyat bo'lsa, albatta, uning hech qachon sevgilisi bo'lmagan, hatto biror qizni o'pmagan ham edi. Nahotki bugun o'sha kun bo'lsa deb o'yladi u. Yotoqxona eshigi ochildi. Qiz qo'lda adyol va yostiqlar bilan chiqdi. U ularni divanga qo'yib, "O'zingni qulay his qil, ertalab ko'rishamiz" dedi. Yigit biroz hafsalasi pir bo'ldi, lekin u nimani kutgandi o'zi? Qiz shunchaki birga dars qiladigan odam izlagan edi. Qiz ham uni yoqtiradi deb o'ylagani ahmoqlik ekanini tushundi. Balki ular yaxshi do'st bo'lib qolishar. Yigit divanga yotdi va deraza ortida yog'ayotgan qorni tomosha qila boshladi. Bu yurt juda sokin va tinch edi. Yotoqxonadagidek doim shovqin qiladigan odamlar yo'q edi. U deraza oldidan uchib o'tayotgan qor parchalari tomon tikilib yotar ekan, ko'zlari asta-sekin yumila boshladi va u uyquga ketdi. Bu nima edi? Yigit cho'chib uyg'onib ketdi. Go'yo qandaydir ovozni eshitgandek bo'ldi. U quloq soldi, ammo endi hamma joy jimjit edi. U yana yotdi. Balki tush ko'rgandirman deb o'yladi. Yo'q, yana o'sha ovoz. Avval paq etgan ovoz eshitildi. Keyin yana boshqa g'alati tovushlar, xuddi qo'l go'shtning uzilishi, yorilishi va yirtilishga o'xshash dahshatli ovozlar. Nima bo'lyapti o'zi? Yigit divandan turdi va atrofga qaradi. Ovozlar yotoqxonadan kelayotganga o'xshardi. Qizning yotoqxonasida eshik yopiq edi.
Ichkarida esa chiroq ham yonmayotgandek ko'rinardi. Ammo o'sha g'alati tovushlar davom etardi. Yigit ichkarida nima bo'layotganini bilmasdi, lekin u juda qattiq xavotirga tushdi. U eshik tomon bir qadam tashlashi bilan tovushlar birdan to'xtadi. Nima qilsam ekan? Eshikda taqillatsam, u jahli chiqarmikin? Ammo ichkarida biron yomon narsa bo'layotgan bo'lsa-chi? Balki unga yordam kerakdir. U tavakkal qilishga qaror qildi. Hammasi joyidami yo'qmi tekshirish kerak edi. Yigit sekin eshik taqilladi. Hech qanday javob bo'lmadi. U bu safar qattiqroq taqilladi. "Salom, yaxshimisan?" Yana sukut. Rostdan ham ichkariga kiramanmi deb o'yladi. Yuragi qattiq ura boshladi. U eshik tutqichini mahkam ushlab, asta-sekin burdi va eshikni ozgina ochdi. Xona qorong'i edi. Muzlagan derazadan tushayotgan oy nuri xonadagi yagona yorug'lik manbai edi. Yigit eshikni biroz kengroq ochib, ichkariga kirishimga ruxsat bo'lsa kerak, men qandaydir ovoz eshitdim va dedi. Shu zahot u dahshatdan qotib qoldi. Oy nuri ostida karavotda qiz yotardi, ammo uning butun tanasi emas edi. Karavotda faqat tanasi yotar, boshi bo'ynidan uzilib ketgan edi. Afsuski, bu talaba endi anatomiya fanida muvaffaqiyat qozona olmaydi, chunki oddiygina birgalikdagi dars ham juda tez dahshatga aylanishi mumkin. Kutganingizdek, men yana doktor Bobman va maxfiy hujjatlarga xush kelibsiz. Agar sherigingiz ko'pchilik Penaglan deb ataladigan SCP fondi esa SCP-1060 nomini bergan g'ayritabiiy va xavfli mavjudot bo'lsa, SCP-1060 Adilah ismli ayolga berilgan tasnifdir. Bu tasnif uning boshi ham, tanasi ham bitta mavjudot sifatida qaralishini anglatadi. U bilan o'tkazilgan suhbatlarda Adilah o'zini 22 yoshda deb tanishtirgan. U malay tilida ravon gapiradi. Shuningdek, Malayziya ingliz tilini ham yaxshi biladi. Bu ingliz tilining Britaniya va Malayziya uslublari aralashgan ko'rinishidir. Adilah suhbat davomida o'zining akusherlik hamshirasi sifatida tayyorlanganini aytgan. Bu kasb homiladorlik, tug'ruq va tug'ruqdan oldingi davrda ayollar hamda homilalarni parvarish qilishga ixtisoslashgan hamshiralarni anglatadi. Birinchi qarashda SCP-1060 oddiy yosh ayolga o'xshaydi va bu haqiqatan ham shunday. Ammo faqat kunduzi, kechasi esa SCP-1060 tanasida juda g'alati o'zgarishlar yuz beradi. Taxminan u uxlagandan 80 daqiqa o'tgach, uning bosh va ayrim ichki a'zolari, yuragi, o'pkasi, jigari hamda ovqat hazm qilish tizimining katta qismi tanasidan jismonan ajralib chiqadi. Bu jarayon keskin siltanish bilan sodir bo'ladi. Natijada bosh va ichki a'zolar tanadan yulib olinadi va bo'yin qismida katta ochiq teshik hosil bo'ladi. Tanadan ajralgan bosh va unga osilib turgan ichki a'zolar havoga ko'tarila boshlaydi. Bu qanday sodir bo'lishini SCP fond tadqiqotchilari ham tushuntirib bera olmagan. Bosh xona ichida suza boshlaydi. Shu paytda yana boshqa jismoniy o'zgarishlar ham yuz beradi. Uning tili taxminan 22 sm uzunlikkacha cho'ziladi. So'ng ilon tiliga o'xshab tez-tez havoni yalab harakatlana boshlaydi. Uning yuqori va pastki qoziq tishlari ham kattalashib, nihoyatda o'tkirlashadi. Bu vaqt davomida esa boshsiz tana xuddi bosh ajralgan paytdagi holatda qimirlamay yotaveradi. Agar yaqin atrofda ovqat bo'lsa, SCP-1060 osilib turgan ichaklarni xuddi qo'l kabi ishlatadi. Ichaklari yordamida ovqatni ko'tarib og'ziga olib boradi va ustara kabi o'tkir tishlar bilan parchalab yeydi. Ovqatlanib bo'lgach, ajralgan bosh osilib turgan ichki a'zolarni guruch vinosidan tayyorlangan sirka solingan idishga botiradi. Sirka ichki a'zolarga darhol ta'sir qiladi va ularni kichraytiradi. Natijada ular yana bo'yindagi ochiq teshik orqali tanaga qayta sig'adigan holatga keladi. Keyin ichki a'zolar boshsiz tananing bo'yindagi ochiq teshik orqali yana tanaga joylanadi. Shundan so'ng bosh tanaga hech qanday iz qoldirmasdan qayta ulanadi. Tili va tishlari yana odatdagi holatiga qaytadi va bir necha daqiqa oldin bosh tanadan ajralib havoda uchib yurganiga hech qanday belgi qolmaydi. SCP-1060 esa bularning hech biri sodir bo'lishidan bexabar ekanini aytadi. Uning ta'kidlashicha, u tun bo'yi odatdagidek uxlaydi. O'z holatidan mutlaqo bexabar bo'lgani sababli u fonddan ozod qilinishni va oila a'zolari bilan bog'lanishga ruxsat berilishini tez-tez so'raydi. Hozircha bu ikki iltimos ham rad etilgan. Kechasi bosh tanasidan uzilib, ichki a'zolar osilib turgan holda havoda uchib yuradigan mavjudotning o'ziyoq juda dahshatli tasvir. Ammo bu SCP-1060 ni aslida qo'rqinchli qiladigan narsalarning faqat boshlanishi xolos. Ko'plab malay va afsona rivoyatlarda aytilgandek, bu mavjudotning eng sevimli ozig'i bolalar va homilador ayollarning qornidagi tug'ilmagan homilalar hisoblanadi. Fond bu haqiqatni juda dahshatli hodisa orqali bilib oldi. Ushbu hodisa SCP-1060-01A deb nomlangan. U paytda SCP-1060 o'zining tungi holatda edi.
Tadqiqotchi uning inson qiyofasiga qaytishi uchun kerak bo'ladigan guruch vinosi sirkasi solingan idishni qayta to'ldirish maqsadida kameraga kirgan edi. Avvallari SCP-10 olmish xodimlarga nisbatan hech qanday tajovuzkorlik ko'rsatmagan bo'lsa ham, tadqiqotchi kameraga kirishi bilan SCP-10 olmish darhol unga hujum qildi. U osilib turgan ichaklari bilan tadqiqotchini mahkam ushlab oldi. Keyin esa natija juda dahshatli bo'ldi. Afsuski, na tadqiqotchi, na uning qornidagi homila omon qoldi. Shundan keyin SCP-10 olmishni saqlash qoidalari o'zgartirildi. Endilikda homilador yoki homilador bo'lishi mumkin deb gumon qilingan xodimlarga SCP-10 olmishning tungi holati davomida saqlash kamerasiga kirish qat'iyan taqiqlandi. SCP-10 olmishning asl kelib chiqishi va bu yosh ayol qanday qilib bunday g'ayritabiiy xususiyatlarga ega bo'lib qolgan noma'lum. Biroq asosan Malayziya folklaridan olingan ko'plab rivoyatlarga unga juda o'xshash mavjudot tafsirlanadi. U Penanggalan nomi bilan tanilgan. Penanggalan vampirga o'xshash mavjudot hisoblanadi, ammo bir muhim farqi bor. Bu maxluq o'z xohishi bilan shunday mavjudotga aylangan. Malay afsonalariga ko'ra, ayrim ayollar Penanglanga aylanish uchun sirka solingan marosim vannasida meditatsiya qilishgan. Ularning butun tanasi suv ostida bo'lishi kerak, faqat boshdan tashqari. So'ng qora sehr yordamida ularning boshi tandan ajralib chiqish qobiliyatiga ega bo'ladi va ular SCP-10 olmishga juda o'xshash ko'rinishga kiradi. Ba'zi zamonaviy talqinlarda esa bu holat ayolning o'z tanlovi emas, balki la'nat yoki jin bilan tuzilgan kelishuvni buzish oqibati sifatida tasvirlanadi. Har qanday holatda ham natija bir xil bo'ladi. SCP tadqiqotchilari ushbu g'ayrioddiy va xavfli mavjudotni o'rganishda davom etayotgan ekan. Adilah 30-obyektdagi insonsimon kuzatuv va saqlash kamerasida doimiy nazorat ostida saqlandi. Kunduzi u odatiy inson qiyofasida bo'lgani uchun unga obyekt oshxonasidan oddiy ovqat beriladi. Ammo tungi holatida unga 0.8 kg inson yo'ldosh to'qimasi platsinta beriladi. Shuningdek, u kamida 4 litr guruch vinosi sirkasi solingan idishdan foydalanishi kerak. Bu mavjudot haqida hali ko'p narsa noma'lumligi va ayrim odamlar uchun jiddiy xavf tug'dirishi sababli u iklit toifasiga kiritilgan. Tadqiqotlar sekin davom etayotgan bo'lsa-da, bir kun kelib SCP-10 olmish to'liq tushuniladi degan umid bor. Balki o'shanda Adilah nihoyat uyga qayta olar. Endi SCP-015 IT bu gemin haqida faylni ham tomosha qiling. U ham sizda qo'rquv bilan birga achinish hissini uyg'otishi mumkin bo'lgan yana bir anomal mavjudotdir. Shuningdek, kanalga obuna bo'lishni va bildirishnomalarni yoqishni unutmang. Shunday SCP fondining maxfiy arxivlarida navbatdagi anomal mavjudotlar haqidagi videolarni o'tkazib yubormaysiz.